Assalomu alaykum akaram. Lombas qimirlayapti, loy lombas. Bunaqa suvlari qurigandan keyin loy lombas 1-2 yildan keyin o'zi yoriladi, bunaqa devordan qochadi loy lombas suv qochgandan keyin. Mana yoriladi. Ertaga qishda kanisin yoqasimi, ataplen yoqasimi bo'lsa ham pastdagi issiqlar tepaga chiqib ketadi. Yozda tomdagi issiq pastga o'tib ketadi bu yoriqlarda. Shuning uchun loy lombas borlar. Loy lombas qildirmaganlar, tezroq qildirib olinglar. Mana cho'tga qo'yib beramiz. Hozir mana qo'ydik, mana ustida bemalol yuradi, silkilanishi yo'q. Hatto kiyimlarni devorlar orasi bilan yopib beriladi. Izolyatsiya qilib zo'r ushlab beramiz. Devorlar orasida bitta ochiq joy bo'lmaydi. Hasharot yurmaydi. Yunusobod tutamiz. Xudo xolasa bunaqa vanna bo'lib ketgan tom mana. Vanna bo'lyapti. Baland past. Bir tekisda 10 cm qo'yib beramiz. Cho'tga qo'yib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar.